5 yilgacha bo'lgan foizsiz rastrojka bilan ko'pchilikni hayratda qoldirgan Tigo 2 Pro mashinamizga oylik to'lov 1.432.000 so'mdan foizsiz uzun narxini bo'lib to'lashga 5 yilga chiqazib beramiz. Oylik to'lovlari ham sizni qiynab qo'ymaydi. Ko'rib turgan mashinamizga boshlang'ich to'loviga atiga tan narxini 20% dan boshlanadi. Boshlang'ich to'lovingizga qarab rastrojka muddati 5 yilgacha uzayib boradi. Ya'ni 20% to'lov bilan 1 yilga 25% to'lov bilan, 2 yilga 30% to'lov bilan, 3 yilga 60% to'lov bilan 5 yilga uzuni narxini bo'lib to'lash imkoniyatiga egasiz. Ekonomik bo'lgan Tigo 2 Pro mashinamiz bir turbo dvigatel bo'ladi. Shahar ichida rasxoti atiga 4-5 litrni tashkil etadi. O'rindiqlar isitadi. E'tibor berasiz, eko koja bilan jihozlangan. Avtohol, elektron ruchnoy, monitor, avtomat korobka bo'ladi. Kattagina lyuklar ham mavjud. Yo'llari ham elektropaket hisoblanadi. Multimedia ko'rishingiz mumkin. Hamma funksiyalari mavjud mashinamizda. Orqa kengligiga alohida e'tibor berasiz. Bitta oila uchun juda ham mos keladigan avtomobil. Orqasida ham bagaj kengligi juda ham keng. 400 litr oshiq bagaj kengligi. Ko'pchilik so'rashadi mendan bagajni. Mana sizlar uchun. Orqa dizayni. Mashinamiz narxi 214.900.000 so'm. Agar siz naqd to'lovda oladigan bo'lsangiz, 40 million so'mlik chegirmasini ham qilib beramiz. Boshlang'ich to'lovga 50-60 million bilan buni ham foizsiz rastrojkaga olib chiqib ketasiz. 5 yilgacha bo'lgan rastrojkalarimiz ochilgan aytib o'tganimda, ulgurib qolish kerak, mashinalar soni cheklangan. Manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozor, Promzonaning yo'lida joylashganmiz. Eng qulay bo'lgan shartlarda faqatgina Aday Master Namangan Cherry avtosaloni siz uchun chiqazib oladi. Shuning uchun videoga bitta like bosib, kommentariyada ushbu avtomobil xarid qilish uchun sizda qancha ajratilgan mablag'ingiz bor, shunchaki yozib keting. Shunga qarab keyingi safarda videolarimizda rashodlarni chiqazib boraman.